Аңлаватқаныңла Шинжаң халық нәшрияты тәріпідін 2021 yılı нәшір қылынған Uyghur халық чөчеклерідін яқшылық ерді қалмас. Burunның burunысыда, nahayeti yirak bir makanda, yirak bolğandımı, bizdinmi yirak, yiraktikilerdinmi yirak yerde, Aq daryanın oң tərəfi, Kök daryanın sol tərəfide, Çimen tağının boyıqı, Köyük tağının o tərəfide nahayeti xilvət, əhli aləmdin xali bir makan bolğan iken. Bu yerdə bir bexil adam, ayali və bir oğlu bilən tirikçilik qilib can baqıd iken. Bu adamның balысы tolumu zirek və çiraylıq bolup, həqiqətənmi adamның məsligini keltirdi iken. Olanın öyedin anca yirak bolmagan yerde kichkerek bir daryo barken. Şu çaqça hech kim bu daryoning qayerdan boshlanib, qayerga qo'yildiganligini bilmaydi ekan. Bu omaq bala davamlıq aşu daryo bo'yiga berib tomosha qilishni, süzük sularning tegida taş arasıdan g'ildirlab o'tishib turgan beliqlarni tutib, yana qo'yib berib o'ynashni yaxshi ko'radi ekan. Bir kuni bu bala daryo bo'yiga berib qarog'idek bo'lsa, bir chiroyliqina kichik beliq daryoning qirg'og'iga yaqin bir buloqda sakrab yotqudek. Bala shabi chiqarmay pam bilan heliqi chiroyliq beliqni tutib olibdi. Ammo uning chiroyliqligiga qarab, uni zotili qo'yib bergisi kelmay, uyida boqmoqchi bo'lib, ilib mengibdi. Bala beliqni olqinida o'ynab, uyga yaqin bir yerga kelganda, beliqqa birdilla til kirib qapti. Chiroyliq beliq marvoyitdek ko'zlarini balaga bir xil iltijo bilan tikib turib, "Ey odamzod pushtidan bo'lgan omoq bola, gerçi sen odam, men hayvon bo'lsammi, hammamiz mushu jahonning maxluqi. Xuddi menga o'xshash kichikkansan, haqiqatan ota-onang sana bek amroqdi. Menmi ota-onamning amroq bolasi. Xuddi sana o'xshash, mening tug'ilib dunyoga ko'z ochganimga uzoq bo'lmadi. Olamda nimalarning borligini tex to'liq ko'rib bo'lganim yo'q. Menga rahim qilib, meni qo'yib etgin. O'zing bilasan, mening hayotim daryo dengizlar bilan bog'langan. Suvdan ayrilsam uzoq yashayolmayman. Nahaq o'lib ketaman. O'lib ketsam, mendan sana bir lo'qma go'sht chiqmaydi. Sana hech qanday foydasi yo'q. Meni hamrohlarim bilan bu dunyoda yashag'ili qo'y. Va'da beray, sening bu yaxshiligingni umr bo'yi unutib qolmayman. Sen umringda hech qachon menga o'xshash tutqunlikda qolmag'aysan. Beshingga kun tushib qolsa, men cho'qim sana asqitib qolaman, deb yosh to'kib yalvaribdi. Bala beliqning yosh to'kib, odamdek o'ksib yig'layotganligini ko'rib, ham hayron bo'pti, ham uningga ichi og'ribdi-da, beliqdan uning jinini og'ritib, azor berib qo'yganligi uchun afu so'rabdi. Hamda orqasiga yenib, beliqni daryoga qo'yib beribdi. Beliq suvga tushish bilanla piltinglab yayrab ketibdi. Bala buni ko'rib, xushal bo'lgan holda uyga qaytmoqchi bo'lgan ekan, beliq beshini suvdan chiqarib, "Ey oqko'ngil odamzod bolasi, sen meni hayotlik makonimga qo'yib berding. Sana baxt saodat yor bo'lg'ay. Sana ko'p rahmat. Biz buningdan keyin sirdosh do'stlardan bo'lib qolaylik. Sen mo zerikkan chog'laringda kelib meni yo'qlab turgan. Menmi seni ko'rib turay?" debdi. Bala bu gapni anglab texmi xushal bo'pti va uning bilan do'st bo'ladiganligi haqida va'da beribdi. Shundaqla kunda degudek kelib, beliqni yo'qlab turadiganligini aytib, uyga qaytibdi. Bala uyga kelgandan keyin beliqning qiyofati va gap so'zlari esiga kelib elib, bo'lgan ishlarni unutmayapti. Shunda qilib bu bala kunda degudek beliqning qishig'i boradigan, uning bilan mongdishadigan, uning suvda yayrab, piltinglab o'ynagan chiroyli holatini tomosha qiladigan bo'pti. Bu bala kunda daryo bo'yiga borganda qo'yniga bir non tiqib elib boradi ekanda, nonni beliqlarga uvutib beradi ekan. Balaning otasi to'limi piqsiq bo'lg'ashqa, bala nonni o'g'irliqcha elib mangdi ekan. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bala bilan beliqning do'stligi texmi qo'yiqlashibdi. Bala beliqdan ayrilanmaydigan, kunda degudek daryo bo'yiga kelib, beliqqa qarab o'ltirdigan bo'lib qapti. Bu ish shundoq takrorlanaveribdi. Bu balaning ota-onasi, bu bala har kuni atdiganda chiqib ketsa, kash bo'lmay paydo bo'lmaydigan bo'lib oldi. Uning ustiga kunda bir non yo'qab ketadigan bo'lib qoldi. Bu zodi nima ishdi? Bu bala nələrdə hangmi qıb yürüydigandı deb o'ylab, uning iziga tushibdi.
Bir kuni balaning otasi uning orqasidan yo'shirun egishib, to'ydirmay daryo bo'yiga kepdi. Otasi bir yerda o'zini daldiga ilib qarab tursa, bala qo'ynidan bir non chiqarib, beliqqa uvutib beriyotgudek. Bu odamning arvoyi uchib, g'azabdan yerilgudek bo'pti. U o'rnidan chachrab turib, balaning qishig'i kelib, uning quliqidan so'zg'an peti balani vaqirtib, dushkallab so'rab degudek uyga ilib kepdi. Va bo'lgan ahvolni xotiniga so'zlab berib, balani qattiq uribdi. Hatto uni urib o'ltirib etmoqchi bo'pti. Bala tayoq zarbisidan chala o'lik bo'lib qapti. Balaning onasining chidag'uchiligi qanmay, eriga esilib yolvirib yig'lab turibdi. Bechora ona balani bag'riga besib yig'lab ketibdi. Balaning otasi bu ahvolni ko'rgandan keyin balaga qarab, "Bo'pti, seni o'ltirmay. Shundaqdimi endi sana bu yerda bekor yeydigan non yo'q. Ko'zimda yo'qol. Qani endi sen kunda non berib beqib kelayotgan beliqlar sana ota-ona bo'lam dekin, sana non beram dekin" debdi. Xotinining esilib elishlariga, balaning yalvurishlariga qaramay, balani uydan qo'g'lab chiqaribdi. Bala yig'lab qaqshab daryo bo'yiga kelib qapti. Heliqi beliq hech yerda ko'rinmabdi. Yashash umidini uzgan bala o'zini daryoga tashlab o'lib olmoqchi bo'pti. Degandek o'zini daryoga tashlabdi. Bala daryoda eqibdi. Axir bir qaynamga kirib, halak bo'lish oldida turganda bir g'oyat cho'ng beliq kepdi-da, shiddatli qaynamning ichiga kirib, balani ustiga otdi. Bala bu chaqda allaqachon hushidan ketgan ekan. Beliq balani Marvoyit o'rniga elib kepdi. Bu beliq beliqlar dunyosining shohi ekan. Bu bala do'stlashgan heyliqi kichik beliq dal mushu shoh beliqning e'tiborliq shahzodasi bo'lib, balani otasi uydan qo'g'lab chiqargandan keyin u do'stining o'lib olish ehtimolligini sezib, darhol shoh otasiga xabar qilgan ekan. Shoh beliq shahzodasining iltimosini qabul qilib, balani qutqizib qolgan ekan. Shoh va shahzoda beliq balaga esil dorilarni ichirib, holidan obdan xabar oldi. Bir qancha kundan keyin bala to'liq hushiga kepdi. U ko'zini ochib qarasa, atrofida nurg'un beliqlar heliqi chiroyli kichik beliq bilan billa o'zini tabriklayotgudek. Beliqlar uning ko'zini ochganligini ko'rib, texmi xushal bo'pti. Shu chaqda shoh beliq bu yerga kepdi. Balaning hushiga kelganligini ko'rib, nihoyat xushal bo'pti va balaga qarab mehribonlik bilan: "Ey odamzod, sen mening söyümlük shahzodamni qayta hayotlikqa erishtirding. Shuning bilan meni va barliq beliqlar dunyosini musibat azobidan qutqizib qolding. Uning ustiga o'g'lim bilan yaqin do'st bo'lding. Uning holidan xabar olding. Mushu ish tufayli sen mushu kunga qolding. Xayriyat, bizmi mushu dunyoning maxluqi. Yaxshilikqa yaxshilik qaytirishni bizmi bilamiz. Endi sening xizmatingda bo'lamiz. Mushu yerda qolgin. Men seni o'z o'g'limdek ko'raman" debdi. Balami darhol ma'qullik bildiribdi. Shuning bilan bu bala beliqlar bilan o'ynab kulib yuribdi. Kunlar aylar yillarni to'ldirib, aradan 10 yil o'tibdi. Balami toza bo'y tortib cho'ngiyib, bir qiron botir yigitga aylanibdi. U bir kuni suv ostida turib, insonlarni seg'inibdi. Odamzotning turmushini eslabdi va shoh beliqqa endi o'zining cho'ng bo'lganligini, quruqlikqa chiqib insonlardek yashamoqchi bo'lganligini aytib, o'ziga ijozat berishini iltimos qilibdi. Shoh beliq baliga ko'zi qiymagan holda ijozat beribdi. Atsi butun beliqlar balani uzitib qo'yish uchun uni ustiga mendirib qirg'oqqa chiqibdi va uning qayoqqa boradiganligini so'rabdi. Bala o'zi burun kelgan tarafni ko'rsatib, "O tarafga bormayman, chunki men otamning g'azabiga uchrashim mumkin. Onun oldida kechirgisiz gunohim bo'lish kerak. Shunga daryoning bu tarafiga o'tkazib qo'yinglar" debdi. Beliqlar balaning fikriga qo'shilib, uni bir to'lqinga mendirib, daryoning yana bir sohiliga elib chiqib uzitib qo'yibdi. Bala daryodan aman esan quruqlikqa chiqqandan keyin quyoshning qiziq haroratida ko'zini aran ichib atrofga nazar soldi. U yoqqa qarasimi qumliq, bu yoqqa qarasimi qumliq ko'rinibdi. Bala bir oz qo'rqibdi va tavakkul qilib oldiga qarab mengibdi. Elib olgan oziqimi tugashga boshlabdi. Mangsa bu yerning hech oyig'i chiqmagudek.
shuncha ko'p mangsimi yanılı o'xshash bir xil payansiz cho'llikda ketivatqudek. Axir mangudek majali qolmay aram alay deb o'ylab o'zini qum dövsiga tashlabdi-da yetibla uxlab qapti. Qanchalik uxlaganligi noma'lum. Bir chaqda qattiq bo'ron chiqib, cho'l osmonida hayvatlik guldirlash paydo bo'lib, balani uyg'otib yetibdi. Bala ko'zini ichib qarasa, osmonda bir zo'r qush ko'rinibdi. Qush barg'an siri paslabdi. Paslab oxir baliga yiqilishibdi-da, jahli bilan tashlanibdi. Balimi bo'sh kelmabdi. Ola ilisha aradan bir kech kunduz o'tibdi. Balimi qushmi holidan ketay deb qapti. Lekin qush shu holatdami yanılı baliga hujum qipti. Balimi butun kuchini yig'ib o'lim bilan elishibdi. Qush shundoq etilib kelgan ekan, bala yerdan tosh ilib qushga etibdi. Tosh qushga tegibdi-da, palaq qilgan ovoz bilan tang yerga yiqilibdi. Bala qarasa, qush choli o'lik holatda yotqudek. Balaning bu qushga ichi og'rib, uning eg'iziga suv temitib, don yegizib, uning beshida o'ltiribdi. Qush bir hazodan keyin hushiga kelibdi. Qarasa, o'zi yemakchi bo'lgan heliqi odam o'ziga suv ichirib, don yegizib o'ltirgudek. Qush bu holdan qattiq hayron bo'lib, o'zining qilgan yovuzligidan cheksiz parishon bo'pti va balaga qarab, "Ey odamzot bolasi, sen meni nimishqa o'ltirib etmay qutuldirib olding? Men seni yemakchi bo'lgan emasmidim. Men rostila seni yemakchitdim. Biroq sen bo'sh kelmay menga taqobil turding. Odamzotning botur, aqlli ekanligini ko'p anglagan edim. Ammo ancha ishonmagan edim. Bugun rostila qoyil bo'ldim. Men sening mard va rahimdilligingdan ta'sirlandim. O'zimning nomardligimdan xijil bo'lyapman. Sana qarayamayapman. Meni tez o'ltirib etgin. Men o'limga mahkum. Nemishqa qarab tursan?" debdi. Balimi xijil bo'lgan holda, "Ey qush, menmi sendan xijolat bo'lyapman. Men seni nimjon qilib qo'ydim. Meni afu qilgin. Men o'zimni qo'g'dayman deb seni mushu holatga tushirib qo'ydim. Sening bu holatingni ko'rib, qattiq pushaymon qilyapman. Men bir yigona odam. Mening bu qumliqda hech narsam yo'q. Bu dunyodami hech narsam yo'q. Barar turar nishonimmi yo'q. Senmi bu halokatlik cho'lda uchib yuribsan. Seni o'zimga o'xshatib, sana ichim og'irdi. Shunga sen meni halok qilmoqchi bo'lgan bo'lsangmi, seni yanada qutuldirib qoldim," debdi. Qush balaning so'zini anglab, o'zining aslida bir bog'i bo'stondan uchib kelibsa, tuyuqsiz quyun chiqib ketib, quyun ichida qolganligini, yo'ldan ezib qilib 5 kun osh qolganligini, shunga balani yemakchi bo'lganligini so'zlab, uningdan afu qilishni iltimos qilibdi. Ola o'zaro afu so'rashibdi. Qush bala bilan xo'shlashish oldida, "Ey odamzot bolasi, biz qushlog'i sizlarning oldinglarda hech narsaga arzimaymiz. Shundaqdimi beshingga kun tushganda as ketib qolarman. Agar men senga lozim bo'lib qolsam, "So'mroq qushim, sen nada desang, men xizmatingda hozir bo'laman," deb uchib ketibdi. Bala qushning qarisi yo'qolguncha qarab turib, ondan yo'lga ravon bo'pti. U manga oxir mangudek holimi qolmabdi. Uning putlari teshilib qanabdi. Chiroyi samandek sarg'ayibdi. Lavlari qurib, chak gaz bog'labdi. U o'limni o'ylab ketibsa, tuyuqsiz dahshatlik bo'ron chiqib, uni uchirib ketibdi. U g'azangdek osmonda uchgandan keyin bir g'orning qishiga kelib, laylab yerga pokkada tushibdi. Bala holsizlanib, bir tosh ustiga o'zini tashlab uyquga ketibdi. U tush ko'ribdi. Tushida chiroyidan nur yig'ib turadigan bir bovay uning qishiga kelib o'ltiribdi va balaning beshini quchqiga elib, mehribon otalarcha silabdi va balaga, "Ey balam, sen nima vajidan bu yerga kelib qolding? O'zingni xatarga uribsan. Bu g'arda qo'rqinchliq devi yashaydi. Sen darhol o'zingni daldiga og'in. Hozir devining keladigan vaqti bo'lib qoldi. O'z jiningga hezi bo'l, ishlaring o'ng bo'g'ay," deb ko'zdan g'oyib bo'pti. Bala uyg'onib atrofga qarabdi. Ammo bovayning soyasimi ko'rinmabdi. Ko'zini ovlab qarasa, oldida rostilla bir g'or turg'idek. U o'rnidan turib, g'orning og'ziga yiqilib, g'or ichiga quloq soldi. Uzoq tingshigan bo'lsa-mu, g'orning ichidan hech qanday bir tevish anglanmabdi. Shunda qilib, u bir besib, ikki besib g'orning ichiga kiribdi. Uning oldiga bir cho'ng darvoza uchrabdi.
bu zada qandaq yerdi deb darvozadan kiribdi. Birdan mangandan keyin yana bir darvoza uchrabdi. Oningdanmi kiribdi. Shunda qilib 3-chi, 4-chi, 5-chi darvozadanmi o'tibdi. Kirib qarasa, qator 41 uy turg'idek. Bala bu uylarga bir-birlab kiribdi. Bu uylarda odam bolasi ko'migan esil narsalar bor ekan. U 40-chi uydan chiqib 41-chi uyning oldiga kelib to'xtabdi. Bu uy ajoyib hayvatlik bo'lib, ishiklari qashtash, to'riklari oltin, tomlari marmar ekan. Bala bu uyga kiraymi, kirmaymi? Bu haqiqatan hashamatlik uy ekan. Ichida nima bordi deb birdam turib qapti. U shunda xiyol bilan birdam turgandan keyin nima bo'lsa bo'lsin, bu uygimi cho'qim kirishim kerak deb qat'iy niyatga kelib, eshikni ochib uyga kiribdi. Qarag'udek bo'lsa, bu uy ajoyib esil jabduqlar bilan bezalgan bo'lib, oltin to'shakda tangdoshsiz sohib jamol bir malika ko'zidan yosh oqtirib o'ltirg'udek. Bala qizga shundaqli bir qarab, aqlini yo'qotqili tas qapti. O nima qilarni bilolmay bir haza donq etib turib qapti. Go'zal malika asta o'rnidan turib balaning oldiga kelibdi va uningga illiq chiroy salom beribdi. Balamo javob salom beribdi. Qiz uni o'ltirishga taklif qilgandan keyin: "Ey qutlug' qadamlik yigit, bu yer odam keldigan yer emas edi. Nima vajidan bu yerga kelib qoldingiz? Bu devining sirliq makoni, xatarlik joy. Men sizning nobud bo'lib ketishingizni xohlamayman. Sizdan o'tinib qolay, tezdan ketib eling. Bo'lmasa birdamdan keyin devi keladi. U kelib qolsa, sizni hargiz tirik qo'ymaydi", debdi. Balaning quliqiga bu gap kirmabdi. U qizning qishida o'ltirib, o'zining beshidan o'tgan kechirmishlarini birma-bir qizga so'zlab tugatgandan keyin: "Mening bu yerga kelish niyatim yo'q edi. Taqdir meni bu yerga olib keldi. Beshimga nima kelsa, shuni ko'raman. Endi sizni tashlab ketsam qandoq bo'ladi? Ayting, ey go'zal malika, siz o'zingiz kim bo'lasiz? Bu yerda nima qilib yurisiz?" debdi. Malika o'zini tutolmay urib uzoq yig'labdi. Ondan balaning savoliga javob beribdi. "Aslida so'ramasangiz bo'ladi. Bo'pti, so'rab qoldingiz. Aytib beray. Men sizga o'xshashli odam bolasi. Men bir podshohning yolg'iz malikasi edim. Shoh otam menga atab jahonda yagona bir bog' yasitib bergan. Men har kuni bog'da cho'ri qizlar bilan birga tomosha qilardim. Dal 7 yil ilgari men 40 qiz bilan bog'da gul saylisi qilib olsam, quyun ko'tarilib uning ichida qoldim. Qo'rqib ketib, hushimdan ketdim. Hushimga kelsam, devalar meni bu yerga akilib olibdi. Ota-onam yurt qovimdan ayrilg'ili, hech qanday inson bilan ko'rishmagili 7 yil bo'lgan edi. Ularni bekmi seg'ingan edim. Baxtimga yarasha qishimga siz keldingiz. Mening maylimchi bo'lsa, siz bilan ketgim bor. Biroq bu mumkinmi? Chunki bu devalarning shohi. Barliq devalarning jini uning qo'lida. U nima qilaman des qila oladi. Endi keting. Devining keldigan vaqti bo'lib qoldi", debdi. Degandek shu arada osmon chaqmoq chaqqandek guldirlab, olamni g'alati ovozlar qoplabdi. Qiz qo'rqib ketib, balani tezdan yo'shirinishga undabdi. Balaning ko'ngliga bir aql kelibdi-da, aldirab-saldirab qizning qishidan ayrilibdi. Uzoq o'tmay talada noyda sat bir deva g'ar oldida paydo bo'libdi. Deva odamning hidini sezgandek bo'lib, atrofga qarashga boshlabdi. Angacha bala bir quchoq o'tinni beliga bog'lab, deviga qasdan o'zini ko'rsatibdi. Deva u yoq bu yoqqa qarab balani ko'rib qapti-da, g'azabda qattiq bir hurkirgan peti baliga etilib berib bir dam tortgan ekan, bala uning kamardek og'zidan hech nimaga taqashmay ichiga kirib ketibdi. Bu devaning og'zi karomat cho'ng ekan. Deva uni og'ziga yondirib, yalmab tashlamoqchi bo'pti. Bala uning og'ziga chiqib qog'ili tas-tas qapti. Bala darhol devaning uchiga esilib olibdi. Deva uni chaynashga amalsiz qapti. Bala beliga bog'lab akirgan o'tinlarni yeshib, devining qo'sqig'i tizib, uningga o't qo'yibdi. O't toza yalqinlab kuyishga boshlabdi. Devining maylari erib, o't bog'an siri ulg'ayibdi. Bala bahramon o'tda isinib o'ltiribdi. Bir chaqda devining ich bag'ri qizishib kuyib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qapti. U tipchaklabdi, vaqirabdi. Oxir qo'rsig'idagi balaga yalvirib: "Hey aqlliq odamzod bolasi, sana qoyilman, oldingda pukilaman. Nima desang shuni qilay. Menga rahim qilgin, mening jinimni qutuldirib olgin", debdi. Bala deviga:
Hey dive, sen hazır çalı ölük boldun. Bäri bir köyüp külgü aylınısan. Anlısam sen divelerinin şahı ikensen. Eğer saqqalay desen, barlıq divelerinin ceninin näde işkenligini maňa dep berişiň kerek. Divelerinin ceni zady qaýerda? dep sorapdı. Dive ölüm dehşetinden korkup cenim aman qalar degen ümitde. Muşu garnyň içi bilen bir gün maňsaň, bir tag ba, tagnyň arkasida bir derya ba, deryanyň neriki qeşida bir darax ba. Şu daraxnyň tübide bir çoň taş ba, taşnyň üstüde bir qutu ba, qutunyň içinde nurgun qurt ba. Aşu qurtla divilerning jeni, qurtla ölse diviler ölüdü, qurtla ölmese diviler ölmeydi. Onun içindeki çoň qurut mening jenim, depdi. Bala bütün sırrını uqup bolgandan keyin xanjarını ilip divining qorsug'ini yerip chiqibdi va malikini ilip divilarning jenini izlab meňipdi. Ola daryodan o'tib, daraxtning tübidagi toshni yötkigen ekan, rastilla bir quti chiqibdi. Bala qutidagi qurtlarni toshning orasiga ilib yanjib o'ldiribdi. Bala bilan Malika divilarni yo'qotgandan keyin Malikaning shahriga berib, uni ota-onasiga topshirib bermoqchi bo'libdi. Ola yo'lga chiqmoqchi bo'lib turganda bir chiroyli oq to'shqon ushqandek yugurib kelibdi-da, Malikaning putlariga surkilib, ko'zlaridan yosh to'kibdi. Bala bu ahvolni ko'rib hayron qolibdi va buning zodi nima ish ekanligini so'rabdi. Malika 2 yil ilgari bu to'shqonni devi tutib kelgan ekan. Shu chaqda ko'zimga chiroyli ko'rinib qilib, devi uni yemoqchi bo'lganda yolvorib devidan so'rab olgan edim. Shuningdan keyin uni o'zimga hamroh qilib, beqib cho'ng qildim. Bu haqiqatanmi kishini o'ziga amroq qiladigan omoq to'shqon, deb to'shqonni bag'riga besib silashga boshlabdi. Shu chaqda tuyuqsizlar to'shqonga til kirib, Malikaga qarab, "Ey shafqatli Malikam, siz meni o'lim changildan qutqizib, hayotimga yangi hayot qo'shdingiz. 2 yildan beri xuddi o'zingizning amroq bolasini boqqandek beqib keldingiz. Rostimni desam, men bu to'shqonlarning sizdek e'tiborli malikasi, otam to'shqonlarning shohi. Men sizni ko'rgandan boshlab, mushundoq bir kun kelib sizning ozod bo'lishingizni tilagan edim. Shundoq kunlar kelsa, yordamda bo'larman deb sizdan ayrilmadim. Mana oxir yaxshi kunmi keldi. Men siz bilan baxtli edim, endi sizdan ayrildigan bo'ldim." deb ko'z yoshlarini to'xtatolmay qolibdi. Malikimi to'shqonning so'zlaridan ta'sirlanib ko'z yoshi qipdi. Bu ahvolni ko'rgan balaningmi ko'ngli yerim bo'lib, to'shqonni silab turib, "Ey to'shqon, men bu Malikini devining qo'lidan qutuldirdim. Malikini ota-onasining qishiga ib boraman. Senmi ozod bo'lding, devilarmi o'ldi. Senmi ota-onang bilan tezdan ko'rishgaysan. Ularni farzand biroqidan qutuldirgaysan", debdi. To'shqon, "Ey Malikam, men ömür bo'yi sizning qishingizda turib, yaxshiliklaringizni hayotim bilan qaytarib xizmatingizda bo'lay degandim. Siz ketkilyapsiz. Navoda beshingizga kun tushib qolgudek bo'lsa, "Ah to'shqinim, ah to'shqon" desangiz men hozir bo'laman", debdi-da, Malika bilan xo'shlashib, shamoldek yugurib, qo'yuq qo'mushliqlar orasiga kirib ketibdi. Malika bilan yigit Malikaning shahriga qarab ravon bo'libdi. Nahayt uzoq yo'llarni mangandan keyin Malikaning shahriga yetib kelibdi. Padişah qizidan ayrilgandan keyin to'la yig'lab kasal bo'lib o'rin tutib yetib qolgan ekan. Malikani ko'rib nahayt xo'shal bo'pti. Qiziga shohliq tojini kiydiribdi. Shuningdan uzoq o'tmay padişah vafot bo'pti. Padişahning oshko'z vazirlari Malikaning to'lin oydek go'zal husniga va uning tojiga qarab niyatlarini buzibdi. Va heliqi Malika ep kelgan yigitni bir ofat deb bilib, uni ujuqtirishning planini tuzibdi. Ko'ngli qari vazir atisi yig'ilgan xaloyiqqa, "Hey xaloyiq, 7 yilning oldida Malikini bulab ketgan olvasli diva bugun odam siyoqiga kirib, shohimizning toji taxtini ko'zlab, Malikini elib o'z oyog'i bilan keldi. Mana mushu shu, uni darhol bog'langlar", deb balani jallodlarga ko'rsatibdi. Jallodlar yigitning put-qo'lini yerga tekkizmay bog'labdi. Malikaning yig'lab yolvurishlari qarg'a kelmabdi. Ko'ngli qari vazir jallodlarga uni tiktog'ning ustidan hong'i tashlashni amr qilibdi. Yigit qancha tushundirgan bo'lsa-mu, uning so'ziga Malikadan boshqa ishindigan odam chiqmabdi. Malika zar-zar yig'lab qaqshab qopdi. Jallodlar yigitni egiz tog'ning cho'qqisiga ochqib pastga tashlabdi. Yigit ko'z yetkisiz cho'nqurliqdagi qarang'u hong'i tushib yetib, tuyuqsiz sumruq qushni esiga opdi-da, "Sumruq qushim, sen nada?" deb bar ovozda chaqiribdi. Sumruq qush bu ovozni anglab, hayal o'tmay uchib kelib, uni ustiga mendirishga aran ulguribdi.
Yigit allaqachon hushidan ketgan ekan. Sumruq qush uni qanotlari ustiga yotqizib uchib, heliqi o'ziga tonish daryo bo'yiga elib kepti. Yigitmi hushiga kepti. Qarasa qush uning lavlariga tumshig'ida suv temitib o'ltirg'idek. Yigit qushqa uning bilan ayrilgandan keyingi kechirmishlarini so'zlab beribdi va Malikining gapini qilib urib yig'labdi. Sumruq qush yigitning Malikiga oshiq ekanligini bilib, darhol Malikining o'rdisi tarafga uchibdi. U o'rdaga kiribla yosh to'kib o'ltirgan Malikini ko'ribdi va uningga yigitning ahvolini ham Malikini seg'inib satbori bo'lib ketayotganligini so'zlab beribdi. Hamda o'zining yigitning topshiriqi bo'yicha Malikini olg'ili kelganligini aytibdi. Malika yigitning ahvolini anglab cheksiz xushal bo'pti. Qush bilan yigitning qishig'i ketishga jon dili bilan rozi ekanligini bildirib, qushning dumbisiga minibdi. Sumruq qush ko'k osmonda parvoz urib, Malikini yigitning qishig'i elib kelib, ikki oshiq mashqni ko'rishtiribdi. Ular bir-biri bilan ko'rishib, hayajon yoshlarini to'kibdi. Ko'p maslahatlashib, tog'ning o tarafiga o'tib, jaziriga suv boshlab, bog' bino qilib, xilvat makonda yashab o'tmoqchi bo'pti. Sumruq qush bu oshiq mashqlarni ikki qanotiga mendirib, tog'ning o tarafidagi jaziriga elib kepti. Hava naayda issiq bo'lg'ashqa, chanqoqliq dastidan bu ikkisining turg'idakmi madori qolmabdi. Sumruq qush suv izlash uchun oshiq mashqlarni tashlab, ko'kka qarab uchibdi. Aradan bir kunga yaqin vaqt o'tganda qush qaytib kepti. Qush yaqin atrofda hech qanday bo'stonliqning qarisi yo'qligini, faqat mushu jaziraning o'ng tarafida qo'yiq qo'mishliq borligini aytibdi. Bu uchaylan yana ko'kka ko'tarilib, qo'mishliq tarafga yo'l olibdi. Alahazal bir osh pishim vaqt o'tganda qo'mishliqqa yetib kepti. Ammo suv deganning didorini topolmabdi. Ussizlik jondan o'tibdi. Shu chaq Malikining yodiga oq to'shqon kepti-da, oq to'shqinim, oq to'shqon deb chaqirgan ekan, uzoq o'tmay heliqi oq to'shqon nurg'un to'shqonlarni orqasiga selib, qo'mishliq orasidan chiqib kepti. Ular xushal didorlashibdi. To'shqon o'ziga qanday xizmat borligini so'rabdi. Malika yerilib ketgan lavlarini aran bidirlatib, ussizlikdan o'lay deb qolganligini aytibdi. To'shqon darhol hamrohlariga yerni ko'lashni buyuribdi. Yuzlagan to'shqon birdamning ichida cho'nqur quduq ko'labdi. Yerning tegidan so'p-suzuk suvlar tapchirab chiqibdi. Yigit bilan Malikining tashnaligi qinibdi. Oylar o'tibdi. Qish uzab, bahor kepti. Quduqdan bulduqlab taşqan suv atrofga yamrab, cho'llik jonlanib ketibdi. Yigit bilan Malika cho'llarga suv boshlabdi. Qush taraf-tarafga uchib yurib, ziroat urug'larini ekibdi. Ular ekinsarlikni barpo qilibdi. Ammo bular qancha qilsimi, cho'llikni bo'stonlikqa aylantirib bo'lamabdi. Axir yigit Malika bilan maslahatlashib, devining makonidagi oltin javohirlarni Sumruq qushqa ortib, bu yerga yo'tkab kepti. Yigit yasinib, Sumruq qushqa minib bir shaharga yaqin kepti-da, qushni shahar sirtidagi bir bo'stonlikda qo'yib, o'zi shaharga kirib, Madikor bozoridan 100 madikorni qimmat bahoda yollabdi. Yigit madikorlarni boshlab, bir qancha kun yo'l yurib, Malika bar yerga kepti. Yigit madikorlarni 2 kun aram oldirib, ularning orasidagi oshpazlarga esil g'izolarni atkizib, katta ziyofatlarni beribdi. Ömür bo'yi och yalang'ochlikda o'tgan bu odamlar o'zlarini shunchalik rohat his qilib, qin-qinga patmay qolibdi. 3-kuni yigit ularni bir yerga yig'ib, "Do'stlar, aka-ukalar, biz bugun bu cho'lga jam bo'ldik. Hammamiz mushu cho'lni yashartib, avvat bir makonga aylantirsak deb o'ylayman. Sizlar qandoq?" debdi. Madikorlar yigitning so'ziga xushallik bilan qo'shildiganliklarini bildiribdi. Bu ishlamchilar bir tarafdan turalg'u joy solsa, bir tarafdan dehqonchilik bilan shug'ullanibdi. Shunda qilib, bara-bara qaqasliqning o'rnini bo'stonliq olibdi. Aradan 1 yil o'tib, bu yer rasmiy Ovat shaharga aylanibdi. Kunlar oylarni qo'g'lishib o'tayveribdi. Fasllar almishibdi. Birdamning ichida bog'lar 5 qitim chechaklab, yer yuziga 5 qitim qor to'kilibdi. Atrofdagi yurtlardan nurg'un kishilar bu yerga kelgili turibdi. Bu shahar shundoq ovat bo'ptiki, uning shuhrati butun jahonga tarqalishga boshlabdi. Yigit mardu mardonlarni, kuchtungur polvonlarni tarbiyalab, zo'r qo'shin tashkillabdi.
Yigit qizning otasining shahriga xufiyona odam avatib, u yerning ahvolini egallabdi. Berib kelganlardan ma'lum bo'ptiki, qizning otasining o'rniga shoh bo'lgan vazir intayin zolim va oshko'z odam bo'lib, xalqning dardi holi bilan qilchi hisoblashmaydi ekan. Kishilar osh yalang'ochlikdan jon talishib qopdi. Bu gaplarni anglagan yigit malika bilan maslahatlashib, suiqasdchi vazirni doriga esib, xaloyiqni zulm changildan qutuldirib chiqishga qasam ichibdi. Yigit bir hafta tayyorlik qilib, lashkariy azmatlarni boshlab, shaharga hujum qildi. Zulm dastidan ingirgan xalq bu ulug' yurishga o'zini atishibdi. Ular shaharni egallabdi. Yigit zolim podshohning beshini ilib, uning boyliqlarini puhrolarga tarqitib beribdi. Avam qaytadan kunning serqini ko'ribdi. Yigit shohlik tojini kiyibdi. Shuning bilan ikki shaharning podshohi bo'libdi. Olam tinjib, ishlar o'z iziga tushganda, yigit ota-onasini izlab tepibdi. Uning onasi o'g'lining firaqida yig'lab ko'zidan ayrilgan. Otasi madoridan ketgan ekan. Yigit ularni katta teviblarga ko'z tipdi. Onasining ko'zi ejilib, otasi kesildan saqiyib, sallamaza bo'pdi va o'g'lidan gunohini kechirishini tilabdi. Ular o'z ara mehribon bo'lib, hayotining oxirigacha baxtlik yashapdi.